Onamdan xat keldi. Ovora bo'lmagin, kelib debdilar. Biz yaxshi sen tinch bo'lsang bo'ldi debdilar. Hammaga salom ayt, omon bo'lgin deb yozgan xatlarini yakunlabdilar. O'qib tomog'imga nedir tiqildi. Sabrim tugab ko'zdan yoshlar yiqildi. Ikki eshik aro kechar dunyoda, taqdir o'yin deya qalbim siqildi. Uchib chiqdim uydan ruxsat tekkan on. Eng avval bozordan issiq non oldim. Daddajonimga yoqar deb ilinib ozroq, kabob ham qo'shib oldim, yetkazay tezroq. Xayollarga cho'milib, yo'llarga qarab, dedim, chindan qiziq ekan qizning taqdiri. Balkim ishq, balkim peshona sabab, qiz o'z uyiga mehmon bo'lar axiri. Nolimoqdan yiroq ushbu so'zlarim, bu hayot anglatgan haqiqatlarim. Yuqorida sizga aytgan gaplarim, ota uy sog'inchi sabab do'stlarim. Hozir kirib borsam quvonib baxtim, bag'riga bosadi yoniga yetay. Ko'z o'ngimdan o'tib turganning baribir, kepsanda aylanib ketay. Darrov tipirchilab dasturxon tuzab, o'zi tuqqan qizini mehmon qiladi. Tongda yozgan xatin yoddan o'chirib, tinmasdan sog'inchin izhor qiladi. Qaytar dunyo degani shudir aslida. Ota-onam ko'rib hovrim bosarman. Yil o'tib avlodlar almashib men ham balkim o'z qizimni shunday kutarman. Onamdan xat keldi. Ovora bo'lmagin, kelib debdilar. Biz yaxshi sen tinch bo'lsang bo'ldi debdilar. Hammaga salom ayt, omon bo'lgin deb yozgan xatlarini yakunlabdilar. O'qib tomog'imga nedir tiqildi. Sabrim tugab ko'zdan yoshlar yiqildi. Ikki eshik aro kechar dunyoda, taqdir o'yin deya qalbim siqildi. Uchib chiqdim uydan ruxsat tekkan on. Eng avval bozordan issiq non oldim. Daddajonimga yoqar deb ilinib ozroq, kabob ham qo'shib oldim, yetkazay tezroq. Xayollarga cho'milib, yo'llarga qarab, dedim, chindan qiziq ekan qizning taqdiri. Balkim ishq, balkim peshona sabab, qiz o'z uyiga mehmon bo'lar axiri. Nolimoqdan yiroq ushbu so'zlarim, bu hayot anglatgan haqiqatlarim. Yuqorida sizga aytgan gaplarim, ota uy sog'inchi sabab do'stlarim. Hozir kirib borsam quvonib baxtim, bag'riga bosadi yoniga yetay. Ko'z o'ngimdan o'tib turganning baribir, kepsanda aylanib ketay.
darrov tipirchilab dasturxon tuzab, o'zi tuqqan qizini mehmon qiladi. Tongda yozgan xatin yoddan o'chirib, tinmasdan sog'inchin izhor qiladi. Qaytar dunyo degani shudir aslida. Ota-onam ko'rib hovrim bosarman. Yil o'tib avlodlar almashib men ham balkim o'z qizimni shunday kutarman.